Aqlingiz yetsa 150 200 minglik xonadonni 115 mingga qo'yib bering. Bo'ldi, gap yo'q, qo'yib beramiz. Xonadon sizlarga 115 mingga beraveramiz. 114 ga beraverar ekanmiz. Mana shu xonadonimizni ko'rishingiz mumkin. 2 stuldan iborat 5 xona plus oshxona bo'ladi. Hozirlar kirib polniy obzorini qilib beraman. Kirganimizda bitta katta oynasi bor, ko'rishingiz mumkin. Xo'p, o'ng tomonimizda kuxnasi bo'ladi. Kuxnasini yangi mebellar qilib qo'yganmiz, ko'rishingiz mumkin. 6 xona plus 6 xonami? 6 xona ekan, panoramli oynalar. Xo'p, chap tomonimizda bitta katta zal bo'ladi. Mana buni ko'rasizlar, televizorlarning chiroyliligini gap yo'q lekin bor. Hop, endi bu yerda bitta detskiy xonamiz bor. Ko'rishingiz mumkin, detskiy xonamizni o'zini xohlanadigan joylariga ega. Pastda sanuzelimiz bo'ladi. Birinchi etaj sanuzel bo'ladi bu yerda. Ko'rishingiz mumkin. Hop, endi ikkinchi etaj chiqadigan bo'lsa, ikkinchi etajga mana qaranglar, shundan chiroyliligini gap yo'q lekin bor. Chiqqanimizda chap tomonimizda bitta spalniyamiz bor. Ko'rishingiz mumkin, o'zini xohlanadigan joylariga ega. Hop, bu yerda bitta detskiyimiz bor. Ko'rishingiz mumkin. Hammasi mo'ysha bo'ladi, akkuratna bo'ladi qilingan. Uzun hammom ketgan bu yerda. Hop, bu yerda yana bitta xonamiz bor, ko'rishingiz mumkin. Bu yerda yana bitta xonamiz bor. Hop, o'zimizning balkonimiz ham bor, ko'rishingiz mumkin. Balkonni juda chiroyli. Bu xonadonni sizlarga 114 ming dollarga beraveramiz. Lokatsiya o'tirgan bo'lsa, Toshkent postdan to'g'ri 5 kilometr kirganda, Tutzor havasi yonida joylashgan bu xonadonni kimga qiziqsa, mana shu pastga telefon qilib, tez baraka qo'ramiz.